Erkak kishi qilishi mumkin bo'lgan eng katta xato bilasizmi nima? O'zini ayolini sindirishga harakat qilish. Ayol singan xonadonda u shunchaki mavjud, lekin u yashamaydi o'tda. Uni kulgulari yo'q endi. Uni yonib kuyishlari, hazil-huzurlari yo'q. Oilaga, farzandga, eriga beradigan o'sha kayfiyat yo'q. Ha, u aytganingni qiladi. O'tirsang o'tiradi, tursang turadi, hamma aytganingni qiladi. Sen g'alaba qozonding-ku, lekin negadir o'zing ham bu narsadan baxtli emassan. Ayolni sindirib g'alaba qozonib bo'lmaydi. Aslida ayolning ustidan g'alaba qozonishi o'zi noto'g'ri. Chunki ayol bu seni yoningda yordamchi. Yordamchini sindirib, sen hayotingni qanaqa qilib o'nglashing mumkin. Ayolga imkon ber. Gullashiga, rivojlanishiga, o'sishiga yordam ber va kuzat oilangdagi farzandlarning kayfiyatini. Seni o'zingni